Bunaqa futbol haqida fikr bildirib chiqishdan oldin bizda ba'zi odamlar dunyo qarashiga e'tibor qaratib qo'yish kerak edi. Chunki hali uyda o'tirib olib gapirish tama biladi deganlar, odam o'zini fikrini bildirish uchun hozirgi zamonda haligi qanaqadir zvaniya yoki unvoni bo'lishi shart emas. Tushunishinglar uchun. Keyin haligi yutsa deb chiqarding-yu 200 lamachisan deganlar. Yutsa yutdi, yutkizsa yutkizdi deyish 200 lamachilik emas. Men yutkizganda ustidan kulmadim yoki yomon o'ynashdi deganim yo'q, xatolarini gapirib chiqdim. Chunki standart vaziyatlar to'g'ri yetkazib berish bu raqib jamoa ming kuchli bo'lsa ham ularga bog'liq emas. Bu bizga bog'liq. Men mana shu narsani gapirib chiqdim. Keyin bitta narsani bilinglar-da, haligi laganbardorlik qilmaslik 200 lamachilik hisoblanmaydi. Keyin mana haligi men uzru sizlardaqa ko'ra olmayman-da futbolda, hali bab yutkazib qo'yardi-ku. Omad tilab unaqa ko'rmayman-da. Men futbol ko'ryapmanmi? 11 ta odamga qarshi 11 ta odam o'ynayapti. Braziliyaga qarshi o'ynasak ham biz yutamiz deb ko'raman. Bizning kuchimiz yetadi deb o'ylayman. Men hech kimga kuchimiz yetmay qoladi deb ko'rmayman futbolni.